Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz ishtirokchilari. Bugun hafta kuniga yakshanba, 24-may 2026-yil. Bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi Oqtosh shaharchasida istiqomat qiluvchi Ulug'bek ukamizni bugun xonadonlarida mehmonda bo'lib turibman. Bu yigitimiz juda yosh, O'zbekistonda yosh iqtidorli yigitlaridan biri hisoblanadi. Juda izlanuvchan, juda harakatchan, yangiliklar, ixtirolariga o'zini uradigan, qo'rqmay eksperimentlar qiladigan yigitimiz. Bugun xonadonlarida turibmiz. Mana bu tomonda mana o'zlari imkon qadar qo'l bilan o'zlari tayyorlagan mana teplitsa, ya'ni issiqxona joylashgan mana bu yerda. Mana bu yerda mana uzum ko'chatini yetishtirish uchun onalik maydon bor bu yerda mana. Mana bu yerda mana ko'zimizga tashlanyapti. Biyagumislar bor mana bu yerda mana. Qanaqadir bakalashkalarda, idishlarda. Hop, mana bu yerda mana biyagumis tayyorlanyapti. Mana hatto fontanlarni ishlatib, har biriga alohida suv sepmasdan mana juda chiroyli qilib qo'yibdilar. Ajoyib, mana biyagumislar bor ekan. Mana bu yerda mana qoplarda xohlasangiz kelinglar, xohlasangiz qoplab olishingiz mumkin. Mana bu yerda mana upakovka qilib tayyor qilib qo'yishibdi biyagumislarni mana. Hop, shu xonadonga bugun mehmon bo'lib keldim. Bugungi bu yerga maqsad, kelishimizdan maqsad bu yerda bir eksperiment o'tkazilgan. Bu yigitimiz eksperiment o'tkazgan. Mana bu yerga e'tibor beramiz. Mana bu qatorga e'tibor bering, mana bu qatorga mana ko'ring. Mana shu qatorga e'tibor bering. Mana shu bahorda suqilgan uzum kaltaklari. Avatar uzumini kaltaklari mana. Mana shu bir qator. Endi mana bu qatorlarga e'tibor bering. Bular ham o'sha avatar uzumini kaltaklari bular mana. Mana bu yerdagi 5 qatorda shu eksperiment ishlatilgan. Mana bu bir qatorda ishlatilmagan. Mana bu chekka qatorda alohida yana bir boshqa bir preparat bilan ishlangan. Bu haqida keyinroq gaplashamiz. Lekin bugun menga qiziqtirgan narsa nima bo'ldi? Mana bir xil suqilgan kaltak, bir vaqtda, bir kunda suqilgan kaltakda ikkita o'zgarish. Mana bunga e'tibor bering va mana bunga qarang mana. Ko'rishingiz mumkin. Shu yilga mana yaxshi rivojlanmayotgan holatida mana keskin o'zgarishlar kuzatilgan mana qarang. Hattoki mana bu yerda mana e'tibor bering, yon bachkalari ham yaxshi. Hatto mana mevalarni ham pishirishga qarab ketgan. Mana 3 qismiga e'tibor bering. Odatda o'suv qismi nisbatan sariqroq bo'ladi, och sariqroq bo'ladi. Chunki temirni juda ko'p talab qiladi 3 qismi. Mana bu yerda temir yetishmovchiligi ham deyarli kuzatilmayapti. Umumiy holatga qaraganda juda qoniqarli va juda a'lo darajada va novdalar juda chiroyli holatda turibdi. O'suvlar mana yuqori qismlaridagi o'suvlar hatto 1,5 metr va undan ham yuqori o'sishga erishilgan. Keyin barglarida alohida bir yaltiroqlik va baquvvatlik, tanada baquvvatlik bor. Mana bu esa mana sepilmagan edi mana, ko'ring. Eksperiment qilinmagan qator. Endi sababi nimagaligini bugun xonadon egasi Ulug'bekning o'zidan so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Ulug'bek, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uylar, farzandlar tuzukmi? Rahmat, Allohga shukr. Bugun yana sizga mehmondamizda. Xudoga shukr. Mana o'tgan safar mana bu biyagumisni ko'rsatgan edingiz. Mana bugun yangi bir eksperimentni ko'rsatmoqchisiz butun O'zbekistonga. Bugun oradagi masofamiz uzoq bo'lsa-da, ikkilanmasdan keldim. Sababi siz ixtiro qildim, yangilik qildim deyapsiz. Endi shu yangilikni bir O'zbekistonda uzumchilarimiz, bog'dorchilik bog'bonlarimiz, fermerlarimizga shu bo'yicha qisqa bu lo'nda qilib, juda chiroyli qilib, qaysi mahsulot, qanday mahsulot, nomi nima buni?
va bu mahsulot qanday effekt beradi? Va buni demak siz o'zingiz sinab ko'rganingiz va isbotlarigacha bir aytib berasiz. Bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Ustoz, hop. Bu mahsulotimizni men 2025-yil erta bahordan beri sinov jarayonidan o'tkazib kelardim. O'zim xonadonimda va Teplissamda poliz ekinlarim, Teplissa mahsulotlarim uchun sinovdan o'tkazib kelardim. Shuni endi yana ham mukammallashtirish uchun shu yil 2026-yilda Qoraqalpog'istondan Illiqqala degan joydan Muxtorjon aka degan o'ta katta bioreaktorda biogo'mish bilan shug'ullanadigan ustozimiz shu narsani mukammal retseptini menga ishonib topshirib, Ulug'bek shu mahsulotni insonlarga yetkaz, shug'ullan deyishdi. Xudo xolasa shuni yil 2026-yilda sinab uzum ko'chatlarimda endi menda hozir bor imkoniyatim, uzum ko'chatlarim bor va bitta tuvakda narsalarim bor. Shularda sinovdan o'tkazdim. Natija o'zimni ham shu qadar xursand qildiki, bu mahsulotimizda ustoz, hop, nomi vermichay deb nomlanadi, ya'ni biogo'mishdan va boshqa foydali bo'lgan elementlardan tayyorlanadi. Bularni tarkibida 40 ga yaqin mikro va makro elementlar mavjud bo'lib, mahsulot tayyorlangan vaqtda tomir kasalligida nematoda degan kasalliklar bo'lishi mumkin. Tomirdan berganda shularga foyda keltiriladi. Bargidan sepilganda ko'chatni immunitetlarini ko'taradi va shira va har xil zamburug'li kasalliklar, temir moddalari, har xil moddalar yetishmovchiligini oldini olib, Shirani ham oldini oladimi? shirani ham oldini oladi. Sababi 40 ga yaqin mikro makro elementlari bor. Shiraga ham o'ziga yarasha vositalarni qo'shishni yo'lga qo'yganmiz. Xudo xolasa juda a'lo darajada ko'rinib turibdi natijalarimiz. Aha, yaxshi. Demak, mahsulotingizda bir ko'raylik. Qani qaysi mahsulot? Mana shu bochkadagi Xo'p. biz tayyorlayotgan hozirgi holatda tayyorlanayotgan mahsulot. Buni ichida o'zi 1 gram biogo'mishni tarkibida ustoz 2 milliardga yaqin bakteriyalar bo'lardi. Biz shu bakteriyalarni tabiiy usulda, organik usulda ko'paytirib, mana shu bochkamizda qo'shadigan narsalarimizni qo'shib, hech qanday ximikatlar qo'shilmagan holatda tabiiy Faqat organik mahsulot. faqat organik mahsulot bilan insonlar tabiiy meva yeyish maqsadida poliz ekinlarimiz yoki uzumlarimiz qanday mahsulotga qo'llanilsa ham bu yillar mobaynida sinovdan ustozimiz o'tkazayotganlar, g'o'zalarda, boshqa narsalarda qo'llab kelishayotgan bu mahsulotni. Endi hozir shunda shu mahsulot bilan bargidan ozuqa. Bu demak hozir naval holatdagisi, bu. Bu naval holatdagisi. Demak bu bakalashkada, 2 litrli bakalashkalar. Xo'p. Mana bu bakalashkadagilar tayyor holatdagilar. Xo'p. Bularda biz tayyor suzib, apparatga qo'yib, sepganda hech qanday tiqilib qolmasligini oldini filtrlangan bular hammasi. Tayyor holatga keltirib bakalashkalarga. Demak, apparatlarni buzmaydi. Apparatlar Tiqilib qolmaydi. tiqilib qolmaydi. Aha. Buni sepish jarayoni shundan iboratki, Buni dozasi qancha? Misol 10 litrga qancha va qanday sepamiz buni? buni 10 litrga, 1 litriga 5 litr suv qo'shiladi. 10 litriga 2 litr mana shu bitta bakalashka. Mana shu 2 litrli bakalashkani demak 10 litrga 10 litr qo'shamiz. suvga qo'shamiz. Mhm. Yana bitta jihatini aytib o'tamiz ustoz. Eng arzon usulda men uchun arzon usul deb hisobladim. Sababi bitta do'konga chiqsam 100 mingdan kamiga dori ola olmayman. Shiraga yoki bir temir moddasi bir nima yetishmovchiligi hosil bo'lib qolsa, buni narxiga kelib sirazi aytib o'taylik. Eng minimal narxini, bo'ladigan narxini ayting. Qancha? Bo'ladigan narxi 1 litri 6 ming so'mdan chiqadi buni narxi. Buni misol uchun fermerlar, misol optim ko'proq olaman desachi, Fermerlar tonna hisobida o'zimiz tayyorlab olib borib sepish jarayonida tepasida turib ko'rsatib beramiz. demak o'zlaring ham demak olib borib, sepib, ko'rsatib, natijalarigacha qilib berasiz. Sepadigan traktorlar, udoyimlari bo'lsa, o'zim olib borib, sepib, ko'rsatib. Ha. Xo'p. Birinchi fermerga men mana shartnoma qilib ishlayman degan birinchi fermerimizga 2 gektarlariga besplatni vermichay tayyorlab beraman. Ha. O'zlari 2 gektarga natijani sepib ko'rishadi. Ha. Ko'rgandan keyin shartnoma qilishadi. Ana undan keyin 5000 so'mdan tonna hisobida fermerlar bilan ishlashimiz mumkin bemalol. G'o'zalarimizga, boshqalarimizga va kanalimiz ishtirokchilari mana ajoyib. Mana ishlatgan bo'lsangiz, mana shu yosh yigitimiz mana O'zbekiston To'raqo'rg'ondan. To'raqo'rg'on endi bu juda bir ajoyib mana bu bog'bonlar yurti, uzumchilar yurti hisoblanadi. Mana shu yigitimiz, mana yosh yigitimiz nima ishlar qilyapti, mana qarang. Ixtirolarini ko'ring. Bu yigitimiz demak bitta fermerga 2 gektar yerini agar udemi sepadigan apparati bo'lsa sepib berib, 1 so'm pul olmasdan shuni natijasini ko'rib keyin shartnoma qilmoqchi.
Mana ko'ryapsizmi? Demak bekorga bunday emas. Chunki demak bu yigit o'zini mana bu mahsulotiga haqiqatdan ham ishonadi. Xo'p, endi Ulug'bek, menga qarang-da. Xo'p, buni hop ayting, yana nima qilamiz yana? Mana bu yerda sovun turibdi. Nimaga sovun bu? Sovunni qo'yganligim sababi buni apparatga sepadigan vaqtda, Aha. apparatga sepadigan vaqtda mana bu yerga yozib qo'yilgan 72% deb yozib qo'yilgan o'zimiz oddiy kir sovun xo'jaligida ishlanadigan. Hop. Shu organik modda bo'lganligi uchun ko'chadagi gellar yoki bo'lmasa meditsinskiy shampunlarning o'rniga manasini qirg'ichdan o'tkazib, suyultirib apparatga qo'shib sepilganda yopishqoqlikni ta'minlab beradi. Tushunarli. Nimaga suyuq sovun qo'shmaymiz? Suyuq sovunni ham 72% ligini qo'shsa bo'ladi. Endi menda hozir shu jarayondan qo'llash mumkin. Bu ishonchliroq. Ishonchliroq, tabiiy usulda bo'ladi. Tabiiy usulda bo'ladi. Tabiiy Nariga mahsulotni tayyor suyuq sovunga nimadir kimyoviy preparat qo'shilgan bo'lishi mumkin. Unda buni bakteriyani o'ldirib qo'yadi. Bakteriya biz mana bu vaqtlar mobaynida tayyorlagan, ko'paytirilgan bakteriyalarimizga ziyon keltirib, tayyor bakteriyani nobud qilishi mumkin. Demak, o'shaning uchun tinchroq nimani ishlatyapmiz? Mana shuning uchun oddiy kir sovunni ishlatyapmiz, xo'jalik sovunini. Endi mana yerda qarang-da, mana qarang. Mana yerda bak tashab qo'yibsiz. Nimaga buni bak tashagansiz? Bu baglarda tashlaganimiz sababi mana bu biogomizda boya aytib o'tdik, 1 grammda 2 milliardga yaqin bakteriyalar ko'paygan jarayonda shular bir-birini yeb qo'yib, ozuqa yetishmovchiligidan bir-biriga ziyon yetkazmasligi uchun beda yoki uzum barglaridan tashlab qo'ysak, ana bu ko'payayotgan bakteriyalar mana shu bochkamizning ichida barglarni yeb oziqlanadi. Bir-birini yemaydi. Bir-birini yemaydi. Oziqlanib turishadi. Juda zo'r, yaxshi. Hop, buni o'zini filtrlamasdan, mana bu idishga qilmasdan, normal holatda tomchilatib sug'orishga qo'yish mumkinmi buni? Tiqilib qolish, boshqa holat bo'lmaydimi? Sug'orishga buni filtrlab, so'ngra qo'yishga to'g'ri Filtrlab qo'yish kerak. Filtrlab qo'yishga to'g'ri keladi. Lekin tomirdan, tuvakda yoki bo'lmasa bitta oddiy ko'chatimiz ostiga bakalashga qo'yib turib, tomirga berib turishchi, mana shu bakalashkamizni teshib, tomchilab tushadigan oddiy meditsinskiy shprisni o'rnatib qo'yilsa ham, tomchilab ko'chatga ozuqa berib turadi, tomirdan ozuqa beradi. Juda yaxshi. Xo'p, endi xo'p, demak mahsulotda, demak buni demak 2 litrli idishda buni narxi 12 ming so'm. 12 ming so'm. 1 litri qanchaga to'g'ri keladi? 1 litr 6 ming so'mga. 6 ming so'mga to'g'ri keladi. Demak, mana shu 2 litrini 12 ming so'mlik narsani 10 litrga qo'shamiz. 10 litrga qo'shamiz. Qancha joyga sepamiz? Xo'p, 10 litrini shunda 100 litri ustoz minimalni 2 gektar joyga yetadi. Demak, 100 litri 2 gektar joyga yetadi. Demak, 100 litr 2 gektar joyga yetsa, summa qancha bo'ladi? Hozir qanchaga sotib oladi sizdan? Summa 100 litr bo'ladigan bo'lsa 600 ming so'm bo'ladi. 600 ming so'm bo'ladi 100 litriga. 100 litriga. 100 litriga. Hop, qimmat emasmi? Bunga qimmat bo'lib ketmayaptimi? 500 litr suv qo'shiladi. 500 litr suv qo'shiladi-da. O'sha boya aytib o'tganimda kattaroq fermerlar, kattaroq joyda ishlaymiz deyishgan insonlar uchun narxlar albatta qulay usulda keltiriladi. Mana endi 6 ming so'm deyishim sababi ba'zi inson 10 litr olib turib yetadi menga deyishi mumkin. Shu 10 litrga ham o'sha mehnat qilaman, o'sha vaqtim tayyorlash jarayoni ketadi. O'sha 2 litrga ham, lekin 1 tonna tayyorlash uchun ham o'sha vaqtim ketadi. Demak, 1 tonna suvga tayyorlashimiz uchun qancha mablag' ketar ekan? Hisoblab chiqdingizmi? Hisoblab chiqildi. Misol 1 tonna sepmoqchi, 1 tonna suvga qo'shmoqchi buni. Xo'p, qancha bo'lar ekan taxminan? Endi vermichayda o'zi boya aytib o'tganimizda 500 ming so'mga to'xtaydi tonna hisobida. 500 mingga. 500 ming so'mga to'xtaydi. Shunda fermerlarimiz agar birinchi marotaba ishlab ko'raman degan g'o'zaga sepib ko'raman. Mana hozir g'o'zaga sepishyapti, shiraga yoki bir har xil zarar kunandalarga sepishyapti. Shuni o'rniga ishlab ko'ramiz deyishgan fermerimiz bo'lsa, 2 gektarda besplatni meni o'zim. Yaxshi, tushundik. Tumanga yaqinroq hududda olib boraman. Juda yaxshi. Xo'p, demak, birinchi fermer bilan shartnoma qilishdan oldin demak natijani ko'ramiz. Natijani ko'rib turib, keyin shartnoma qilamiz. Agar xohlasa shartnoma qiladi. Yo'qmasa shartnoma qilinmaydi. Tushunarli. Demak, buni qaysi mevalarga ishlatsak bo'ladi? Buni hozirda ishlatish bo'lgan mevalar poliz ekinlari, qovun, tarvuz, pomidori, badrang va eng asosiysi meni o'zim shug'ullanadigan kasbim uzumchilik sohasida keng miqyosda qo'llasa bo'ladi. Xo'p, guldan tushgan mevalarga ham sepilsa, mevani kalibrini kattalashtirib, yaxshi hosil o'ziga yetarli mikro makro elementlarni olib, o'ziga
hosilni chiroyli sifatli va har xil ximikatlarsiz tabiiy usulda, organik usulda pishirib beradi. Yaxshi. Demak, shaftolilarda pishishini tezlatib buni beradi. eksperiment uchun hozir o'zimizga yaqin qishloq hududlarga birinchi tayyorlagan partiyamni mana shu 400 litrda o'zim tanigan, bilgan dehqonlarimga so'rashdi, kelishdi, olib ketishdi. Misol uchun vahmak makka uchun hozir qurt tushadi, zahar tushadi. Makka uchun berildi, pomidorlar uchun berildi. O'zimizda savxozda mana ko'pchilik tanigan insonimiz bor. Shu insonni bog'ida hozirda sepib sinov jarayonidan o'tkazyapmiz, xudo xolasa bitta qatorlarida, uzumlarda, shaftolilarda, o'riklarda hammasida qo'llanish mumkin bu narsani. Yaxshi. Endi ko'p gapirdik, endi amalga o'taylik. Menga qarang. Hozir mana shuncha mahsulotni mana maqtadik, boshqa qildik. Hop, narxlarigacha aytdik. Buni o'zingiz sinab ko'rgan, shuni bir hozir mana tomoshabinlarga bir shuni qaysi o'simlikda sinab ko'rdingiz va shuni isbotini ko'rsatib bera olasizmi? Ko'rsatib beramiz. Ustoz, men boya aytib o'tganimdek, hovlim biroz tor bo'lganligi uchun uzumchilik bilan shug'ullanaman. Demak, uzumda sinadingiz. Uzum ko'chatida Sinadingiz. O'sha uzum qayda sinagan joyingizni ko'ramizmi? Yaxshi. Demak, hurmatli kanalimiz ishtirokchilari, shu sinalgan maydonga kelyapmiz. Xo'p, Ustoz, mana bu 1 yillikmi bu? Mana shu uzum ko'chatlari erta bahorda mana ostiga e'tibor bersak, men o'zim bir pindik qoldirgandim bu ko'chatlarimizni, lekin Allohning qudrati bilan 2 pindik chiqdi. 2 pindik chiqib turib va ikkala novdani ham teng usulda biridan qoldirmasdan teppa-teng olib ketishyapti va bu yilda o'ziga mana bular ham avatar sortlarimiz, nishona hosillari bor. Bu yilda o'ziga nishona hosillari bor. Mana shu hovlimdagi uzumlarda sinovdan o'tkazib kelinyapti bahordan beri. Buni balandliklariga keladigan bo'lsak, Necha metr hozir buni balandligi? Ko'rgandim 280-290 sm chiqishdi. Mana usul nuqtalari. Shu yilgi, demak, bahorga, demak, salkam 3 metrga boribdi. Novda surishdi xolos. Novdani ham qalinligini qarang mana. Novdaniga qalinligiga e'tibor bering. Kattaligiga ko'ring. Juda baquvvat. Haqiqatan ham barglarni ham ko'ring. Barglari ham juda baquvvat. Biz odatiy o'zimizda bu dagi barglarga nisbatan juda yirik barglar ham. Ajoyib. Demak, natijalari 3 qismlariga ham e'tibor berishimiz mumkin. Mana 3 qismlarida videoda yaxshi ko'rinmasligi mumkin, lekin biz bu yerda ko'rib turibmiz. Demak, sarg'ayish, xloroz belgilari ham yo'q. Buni ko'pchilik bitta yaqinda video ko'rib qoldim, ustoz, barglarida bitta inson veterinariyaga borib, barglari nima sababdan bunaqa deyishyapti. Endi buni barglari katta bo'lishiga sabab meni o'zimni ko'p insonlardan eshitgan, ustozlardan eshitgan narsalarim ozuqa yetarli bo'lsa, o'suv nuqtalari yaxshi bo'lsa, hop, o'ziga yetarli vitamin va mikro-makro elementlarni olib turgan bo'lsa, mana shunday sog'lom va chiroyli tartibda o'sadi. Juda barglari yirik haqiqatan ham. Novdalar ham juda ajoyib. Xo'p, endi bir savol bor-da, buni sizdan olib sepgan odam afsuslanmaydimi? Nima uchun aytyapman? Sababi barglarda bir kuyish holati, novdalarda qandaydir dog' yoki bo'lmasam mevalarda qanaqadir bir iz qolmaydimi? Ustoz, men bu narsani daromad qilish uchun yoki bo'lmasam o'zimni foydamni, faqat o'zimni foydamni o'ylab bir narsani, ishonmagan narsamni, sinalmagan narsamni insonlarga sotish emas, buni reklama deb tasavvur qilish emas. Tushunarli. Organik o'g'itda kelishsin, telefon nomerlarimni yozib qoldirib qo'ying. Bog'i bor insonlar sinab ko'rmoqchiman deysin. Men boya aytib o'tganimda pul so'ralmaydi, sinab ko'rishsin. Effekt bo'lsa, effektini ko'rishsin. Mana undan so'ng xudo xolasa mana adresimiz tayin, bemalol hal qilishimiz mumkin. Hop, juda yaxshi. Mana men o'zim juda ko'p xonadonlarda, juda ko'p joylarda bo'laman. Hop, to'g'risini aytsam, mana bu yilgi birinchi yili ulangan, payvand qilingan uzumni mana shunday 3 metr bo'lib ketib, yana tanani baquvvat, barglarini bunaqa yirik bo'lishini to'g'risi men birinchi marta ko'rib turibman. Haqiqatan ham mana bu vermishik preparati haqiqatan ish beradi, chunki bu yigitimiz o'zini mahsulotiga haqiqatan ishonyapti. Yana imkoniyat qo'yyapti. Marhamat, olib ketib foydalaning.
Agar natija yaxshi bo'lsa, shartnoma qilasiz. Agar yoqmasa, indamay ketaverasiz. Mana shu kartochkalarimizga ham qo'llaganmiz. Misol Aha. uchun ostida biogomisga ekilgan. Mana Aha. tuproq qo'shilmagan. Sababi men biogomisimga 100% ishonaman. Aha. Men o'zim tayyorlayman. Buni tarkibida perlit, vermikulot mahsulotlarini qo'shib tayyorlayman biogomislarni qadoqlash jarayonida. Va barigidan mana shu kartochkalarga ham barigidan bular guldan tushib bo'lgan. Yaxshi. Bularni ochganda ham hosillarni ko'rsatamiz. Hozir biogomislar bormi sotuvda? Biogomislarimiz Qanchadan bo'lyapti biogomislarning narxi? Biogomislarimizni narxi tonna hisobida bo'ladigan bo'lsa 1600 so'mdan perlit qo'shib 0,4 mayda setkada elab tonna hisobida bo'ladi. Tonna hisobida 1 million 600 ming. 20 kilo bo'ladigan bo'lsa 2000 so'mdan bo'ladi. Demak, kilasi 1600 so'mdan to'g'ri kelyapti. Eng minimal sotiladigan narxi. Juda yaxshi. Demak, hurmatli kanalimiz ishtirokchilari, mana o'zingiz ko'rdingiz. Gap isboti bilan deganday, mana isboti bilan bu yigitimiz ko'rsatib qo'yapti va yana imkoniyat beryapti. Marhamat, kelib adreslarni men videoni pastiga qoldiraman. Telefon nomerlarini qoldiraman. Marhamat, telefon qilib gaplashing. Olib keting. Dastlabki bormi? Dastavka men o'zimizni qishloq yoki tuman bo'yicha xudo xolasa Yetkazib berasiz. yetkazib beramiz. Boshqa Lekin tuman viloyatlargachi? Boshqa viloyat, boshqa tumanlarga imkoniyatim yo'q. Hozircha? Texnikam yo'q Hozircha olib ketishadi, kelib. Olib ketishadi. Demak, dastlabki xizmatda To'raqo'rg'on tumanining o'ziga, boshqa tumanlar yo viloyatlarga kelib olib ketasizlar mahsulotni. Olib ketganda mahsulotni tayyorlanishi, jarayonlari, mana bu yigitimizni bir ko'rib ketasiz. Mana bu yerda teplitsalari bor, bu yerda onalik maydonlari bor, uzum bo'yicha. Gullar bilan ham shug'ullanadi bu yigitimiz. Juda iqtidorli va nihoyatda izlanuvchan yigitimiz. Marhamat, demak, bemalol kelishingiz mumkin yoki telefon qilishingiz mumkin. Mana siz uchun har qanday demak sharoitga rozi bu inson. Marhamat, ishlating, sinab ko'ring, foydasini biling va keyin shartnoma qilishingiz mumkin bo'ladi. Salomat bo'ling.